Bilasizmi, tabiatda shunday insonlar borki, ular bilan bir zamonda yashasak ham, ular nimagadir bizdan ko'ra aqlliroq yoki boshqacha qilib aytganda, ularning xotirasi juda ham kuchli. Albatta, biz ham ular safida bo'lishni va ularning xotirasi singari bizning xotiramiz ham kuchli bo'lishini xohlaymiz. Ushbu videoda sizlarning e'tiboringizga xotirani kuchaytirish uchun 10 ta sirni taqdim etamiz. Bu sirlarni o'z vaqtida Guinness rekordini 6000 dona kitob yodlab o'rnatgan Yan Christian Smits hayotiy tajribasida qo'llab ko'rgan. Smits barcha qatorida har doim xotirasidan shikoyat qilganini va keyinchalik 10 ta sir uning xotirasini batamom ijobiy holatga keltirganini aytib o'tadi. Bu sirlar barcha uchun umumiy qo'l kelib, sizning xotirangiz qay darajada bo'lishidan qat'iy nazar kor qiladi. Birinchisi, to'g'ri ovqatlaning. Ovqatlanish tartibining buzilishi bu inson miyasining faoliyatiga ta'sir ko'rsatib, xotirangiz susayishiga olib keladi. Ko'p hollarda insonlar qornini to'qlab shu holatda o'qishga o'tishadi va oqibatda ularda uyqu kelishi, chanqash va zerikish alomatlari kuzatiladi. Buning asosiy sababi organizmning ishlash faoliyatiga bog'liq bo'lib, qachon inson to'yib ovqatlansa, miyadagi qonning asosiy qismi oshqozon atrofida to'planib, ovqat hazm qilish uchun safarbar qilinadi. Qon tarkibida kislorod moddasining mavjudligi inson miyasining sergakligini ta'minlagani bois miyadagi qonning aksariyat qismi oshqozon atrofida to'planishi miyada kislorod yetishmovchiligiga sabab bo'lib, sizda esnash, uyqu kelish holatlari kuzatiladi. Bunday holatda o'qish samarali natija bermagani bois siz kerakli natijaga erisha olmaysiz. Shu sababli to'q qorningiz bilan o'qishga otlanmang. Bu shunchaki qimmatli vaqtingizni bekorga sarflagan bo'lasiz. Ikkinchisi, miyangizga dam olish uchun ruxsat bering. Miyangiz qancha dam olsa, shuncha ko'proq energiyaga ega bo'ladi va siz yangi kuningizni kechagi kunga nisbatan samarali o'tkazasiz. Miyaning qanday dam olishi sizning uxlashingizga bog'liq albatta. Agarda siz bir kunda 10 soat, 9 soat uxlasangiz, miyangiz yetarlicha dam oladi. Lekin bu holat ishlovchi insonlar uchun uzoq muddat hisoblanib, biz uchun samarali yo'l bu kam soat uxlab ko'proq energiya yig'ish talab etiladi. Bunga qanday erishamiz? Buning uchun har tunda mobil aloqangizni miyangizdan 1,5 metr uzoqlikda qo'yib uxlang. Sababi siz uxlagan vaqtingizda miyangizning ayrim qismlari faol bo'lib, yurak ishini va boshqa organlarni boshqarib turadi. Umumiy qilib aytganda, miyangiz batamom uyquga ketmasdan biroz faolligini yo'qotadi. Bunday holatda mobil aloqangiz boshingizga yaqin bo'lsa, uning tarqatadigan mikroto'lqinlari miyangizga kichik ta'sir ko'rsatib, uning yetarli darajada energiya olishiga to'sqinlik qiladi. Aynan shu sababli miyangizga dam olish uchun ruxsat berib, mobil aloqangizni undan uzoqroq tuting. Shunda siz har doimgidan ham energiyaga boy bo'lib uyg'onasiz. Uchinchisi, o'qish tartibini yo'lga qo'ying. Har doim dars qilish uchun otlanganimizda biz ikki xil holatda bo'lamiz. Birinchisi, qornimiz juda ham to'q yoki qornimiz juda ham och. Ikki holat ham bizga to'g'ri kelmaydi. Nima uchun? Sababi och qorinda o'qib bo'lmaydi. Miyaning asosiy vazifasi o'qishdan ko'ra sizni himoya qilish ekan, birinchi navbatda qorningizni to'qlashni sizga buyuradi. To'q qorinda esa yuqorida ko'rib chiqdik, uyqu kelishi mumkin. Bunday holatda qanday yo'l tutamiz? Shunchaki qornimizni normal darajada to'ydirib, o'zimiz bilan biror shirinlik olishimiz kerak. Agarda siz bir kunda 2 soat mashq qilishni o'zingizga maqsad deb bilsangiz, unda o'zingizga har 45 daqiqada 10-15 daqiqa atrofida tanaffus e'lon qiling. Tanaffus mobaynida toza havoga chiqib, kelgusi 45 daqiqaga tayyorlaning va shirinlikdan iste'mol qiling. Toza havo bizga kislorod moddasini taqdim etib, uyqu kelmasligini oldini olsa, shirinliklar esa och qolmaslik uchun sharoit yaratadi. To'rtinchisi, har bir kichik narsaga e'tiboringizni kuchaytiring. Xotirani kuchaytirish uchun biz kichik detallarni eslab qolishga harakat qilishimiz kerak. Kichik detallarni eslab qolish uchun esa ko'proq diqqatliroq bo'lib, bir narsaga e'tibor berishimiz shart. Qanchalik diqqatli ekaningizni tekshirib ko'rish uchun har tunda uxlashdan oldin bugun nimalar qilganligingizni ko'z oldingizga keltiring. Masalan, siz turdingiz, mobil aloqangizga qaradingiz, soat nechi edi? Keyin yuzingizni yuvdingiz, nonushta qildingiz, shu vaqtda kim bilan nima haqida gaplashdingiz? Bularning barchasini eslab qolishga harakat qiling va har tunda o'zingizni tekshirib ko'ring. O'ylaymanki, kundan kunga siz diqqatliroq bo'lib, atrofingizdagi barcha narsalarni eslab qolasiz. Beshinchisi, miyangizda kichik xarita hosil qiling.
Ko'p hollarda siz biror kitob o'qisangiz, uning boshi va oxirgi qismlari esingizda qoladi, o'rta qismlari esa esingizda qolmasligi mumkin. Bu holatni ijobiy tarafga o'zgartirish uchun siz har bir kitob yoki darslikdan umumiy tushunchaga ega bo'lishga harakat qiling. Umumiy tushuncha sizning miyangizda xarita sifatida saqlanib qolib, kitoblarni allaqanday qoidasini eslab qolmasangiz ham, kitobning mazmuni sizga nima berganini bilib olasiz. Agarda siz xarita hosil qilishga harakat qilsangiz, butun boshli kitobni qisqa vaqt ichida yodlashga erishasiz.